Hop, zapis yoqildi. Ekran ko'rinyaptimi? Ha, ko'rinyapti. Hop, misol uchun mana shu kusochkani olamiz, shu qismni. Urin tortishni bilasiz menimcha. To'g'rimi? Ha, ha, Urin ha. tortdik. Shuni trend liniyani aniqlashimiz kerak. Endi trend liniyani ham A bilan A nuqtadan B nuqtani bilyapmiz yoki mana buni bilyapmiz. Ikkita tortdik, o'sha bo'ldi. Trend aniq bizda, ya'ni down trend bo'lyapti. Shortga qarab ketyapti xabar. Э, tajribangiz bor. Men bularga chuqurroq o'tirmayman, kirib уровеньga va trend liniyaga. Va hozir keyingiga o'tyapman, ya'ni sразу o'tib ketaman. Energiya va likvidnost nima degani? Energiyani aniqlash uchun bizda shunaqangi nima kerakki, ya'ni harakat kerakki, misol uchun shortga harakat bo'lyapti. Mana bu impulsni svecha deyiladi. Misol uchun uzun bo'ladi. Misol uchun farqi bor. Mana oddiy svechalardan biroz farqi bor. 1 soat H4 da qaraysiz, Delida ham bo'ladi. Lekin H1 dan pastiga уже qaramaysiz. Chunki buni kerak emas pasti. Juda ham kichkina bo'ladi take profitlar va shum ko'p bo'ladi. Mana misol, mana shu svechani sotib olamiz. Svecha shartovый svecha bo'ldi, pastga ketyapti dedik. Endi mana shu pastdan likvidnost yig'ilishni boshlaydi. Mana mana bu joy likvidnost deyiladi yoki energiya deyiladi. Ikkosidan bittasi, qaysi biri qulay? Men likvidnost ham deyman, energiya ham deyman. Mana shu energiya to'planish. Mana shu energiya to'plab, o'zi ma'no nimada? Energiya to'playapti, ketdi. Misol uchun proboy bo'ladi. Proboy qiladi. Bizni misol uchun rejamiz mana shu impulsni ushlab olish. Misol uchun battan shortga ishlaymizda, impulsni ushlab olamiz. Xuddi shunaqa наоборот yana. Ya'ni bu buyga bo'ladi, ya'ni buyga ideya qidiramiz. Xuddi shunaqa yig'iladida tepaga. Tepaga proboy. Endi vatan nyuanslari bor. Biz uchun nimalar kerak bo'ladi bizga? Oddiy bunaqa уровень tortasiz. Mana shu birinchi svechamiz kelgan joyiga mana urasiz, qo'yasiz. Mana shu birinchi svechamiz BSU deydi. BSU. Ya'ni bar создающий уровень deyiladi. Ya'ni mana shu уровеньni hosil qiluvchi bar. Уровень hosil qiluvchi bar. Endi undan keyin BPU1, BPU2 kerak bizga. Sorry. BPU1, ya'ni bar подтверждающий уровень. Ya'ni уровеньni tasdiqlovchi bar. BPU1, BPU2. BPU2. BPU1 va BPU2 bo'lgandan keyin bo'ldi. Bizga tasdiqlandi hamma yo'g'i, ya'ni ideyamiz to'liq ishladi. Bu yog'iga biz nima deydi, self stop bilan ishlaymiz. Mana imенно shortda. Misol self stopda limitka, bilasizmi, limitka qo'yishdi. Limitga qo'yiladi. Asosiy maqsad mana shu impulsni shuna ushlab olishimiz kerak xolos. 1 ga 3, 1 ga 2 ushlash ham shart emas. Asosiy maqsad shuna impulsni ushlab olish. Bu dальше bo'ladi, misol uchun bitta tushib yana dash ketishi mumkin shortkada, lekin biz bilmaymiz. Bizning maqsad mana shu уровеньni bitta yorib o'tgan svechani yoki harakatni, energiyani shuna ushlab olish, impulsini. Ichib ketamiz bozordan. Stopni qayerga qo'yamiz desa, stopni mana shu likvidnost hosil qilganni eng high borku, high mo'ljallasizda va 2 punkt tepasiga qo'yib qo'yasiz. 2 punkt tepasiga. Spread hisobiga. Endi biz sell stopni qayerdan kiramiz desangiz, mana shu уровеньimiz borku, mana 155 va 96. Mana shu 96 dan 2 punkt pastroqdan kiramiz endi. Orasida luftda farqi bo'lishi kerak. Ya'ni luft nima deydi? Shu уровеньni o'zidan kirilmaydi. BPO va BPO2 bo'lgandan keyin bizda уже tasdiq bor, dash kiradi. Endi longda ham mana bu joyda ham xuddi shunaqa. Ya'ni bar sozdosh уровеньga qo'yasiz. Mana shu уровень hosil qildi bizda. Mana bir.
mana qolganini kutasiz. BPU1, BPU2 va Bystop bilan ishlaymiz. Bu ideal varianti bu. Ya'ni lekin ko'rinish har xil bo'lishi mumkin. Lekin siz iloji boricha shu ideal variantni qidirishingiz kerak. Hozir ko'rib chiqamiz endi sechalarda. Mana mana birinchisi BSU, Hmm. BPU1, Depo. mana BPU2. Mana sechi kelmagan. Ko'rasizmi? Ko'k sechi uровень kelmagan. Retest qilishi mumkin, biroz yorib o'tishi mumkin urovenni yoki ozgina yaqinlashishi ham mumkin. Mana shu yaqinlashib temasligi ham mumkinda. Mana shu hammasi BPU ga kiradi. Yorib o'tgani ham BPU hisoblayapman. Mana ketdi proboy. Ko'rdingizmi? Hmm. Mana sizga bitta primer. Nimaga shortga qidiryapman endi? Chunki trend bizda shartovoy. Son. Mana bu yerda longa bo'lgan endi. Bunaqangi variant ham bor. Ha, biz mana bu switchni olyapmiz, qarang. Lekin impulsni bar mana kelyapti, pastda mana. Impulsni barlar kelyapti. Bunga olsam, ko'ryapsizmi? Hech narsa yo'q. Keyingi barga olamiz. Bunda ham yorib o'tgan tepaga-da. Ya'ni aktual highni olib ketaveramiz yangisini. Mana bu aktual high. Olyapmiz, ko'ryapmizda mana nechta bizda urgan? 1, 2, 3, 4 ta. 4 ta bizda retest bo'lgan, urganni tasdiqlagan. 5-inchisi yorib ham o'tgan, pastga tushishi. Va mana u impuls uchib chiqib ketgan, misol uchun. Bizga hozir Hmm. qanday ishlash uncha muhim emas. Sizni просто ko'zingiz o'rgatishingiz kerak. Mana shu model ishlashini. Bu batda longa bo'lgan. Lekin men longa olmas edim. Hatto biz ko'rgan bo'lsak ham nimaga? Trend bizda shartovoy. Trend is my friend. Biz trendga qaraymiz har Hmm. doim. Trend shartovoymi? Demak biz shortga qaraymiz ideyalarda. Demak mana bu joydan topishimiz mumkin. Pastroqda. Mana men aytdim, chiroyli o'xshagan. Ko'ryapsizmi? Mana bu impulsniy bar Hmm. bor, kelyapti. Impulsniy bar bor. Keyingilari вот BPU1, BPU2. Даже keyingisini ham tasdiqlagan BPU3 ham bor. Lekin men tepaga qaytyapti-da. Siz ideyani ko'rishingiz kerak. Tepaga ketdi, misol uchun nima deydi, atmen qilmaymiz. Qachon atmen qilamiz? Mana shu impulsniy bardan 30% dan o'tib ketganda, ya'ni orqaga qaytganda atmen bo'ladi ideya. 20%, 30% ichida yursa bir harakat полностью. Hammasi normalniy. Ya'ni ushlab tursak bo'ladigan ideyani. Ichida. Hmm. Kursning barda ichida. Uzoqqa ketmagan, kutib turamiz. Mana bu yerda mana bu proboy qilyapti. Mana bu proboy qilib tushib ketyapti bizga. Mana yana. Ko'rdingizmi? Hmm. Iloji boricha shunaqa chiroyliroqni tanlayverasiz. Yana modellari bor, biroz xuniyroq yoki tushunish qiyinroq modellar. Buni opit bilan sekin-sekin o'rganib ketasiz. Mana xuddi shu narsa yana. Evet. Impulsniy Hmm. bar bo'lishi kerak-da mana. Impulsniy bar bunday. Bu logikasi qanaqa? Ya'ni mantiq qanaqa? Bitta narx stремительно tushyapti-da, qaysi joyga urildi, to'xtab qoldi. Energiya to'plab, keyin yana ketdi, davom etyapti, yorib. Biz xuddi shu joyni topib shu olishimiz kerak. Hmm. Faqat hozir shortga bo'lyapti. Endi biz boshqa instrumentni qaraymiz. Так. Давайте фунт. Misol uchun mana shu kuzovni olamiz. Trend aniqlaymiz. Trendimiz bizda
Langovoy. Bu Ideya qidiramiz. Misol uchun ideya qarab mana. Mayda bitta bor. Pastga tushib ketgan. Lekin yorib o'tdi baribir. Bizga shu ideya kerak. Likvidность topdingizmi? Yorib o'tdi. Все, ideya aniq. Yana qidiramiz. Hozircha yo'q ideya. Pastga tushamiz. Mana yana. Ya'ni BSU qat'iy mana bu impulsni barga qoladi degan narsa emas. Ya'ni o'zgarishi ham mumkin biroz. Chunki keyingi urovenda hosil qilishi mumkin mana. Keyingisi bo'ldi deylik mana bu. Va keyingi switchani H ga qo'ydik. Mana bu likvidностьlar mana shu H ga kelishi ham mumkin. Va bu yerda hozir kelmagan, biroz yetmagan. O'shaning uchun qoldiryapti o'zida mana. Ko'ryapsizmi? BSU bor, BPU bor, BP2 ham bor mana. Lekin o'zgartirishi ham mumkin. Mana yana. Bizda trend langovoy bo'lgani uchun biz longga ideya qidiryapmiz. Mana shu impulsni bar kelyapti, to'xtayapti, kutib proboy. Bu videolarni ya'ni bu mavzuda qo'yganman YouTube'ga ham, bolalar ham qo'yishgan. Lekin ko'pchilik baribir tushunishi qiyin agar o'zi ishlamasa. Mana bu joyda ham bor deylik, lekin bu qiyinroq model mana. Ko'ryapsizmi? Bu juda ham men uchun chiroyli bo'lgan. Chiroyli bo'lgan, mana ko'ryapsizmi? Proboy bo'lgan. Yana bitta nyuansini qarangda. Misol uchun shortga ideya qidiryapmizda, mana bu likvidностьni haylari kamayib ketaversa, ya'ni yangilamasa, kamayib ketaversa haylari va lolari bir joyda qolaversa, bu kuchli model degani. Ya'ni yorib o'tish ehtimoli juda yuqori degani. Dam mana ketib yorib o'tyapti. Lekin imенно mana shu holatda men shortga ishlamagan bo'lardim. Chiroyli bo'lsa ham. Nimaga? Chunki bizda longovoy trend. Trend aniqlab olasiz. Vaqtini qaysi vaqtdan qaytga tushir, misol uchun short bo'lgan. O'shanda shortda ishlaysiz. Hozir tushuntiraman. Trend o'zgarsa nima qilamiz? Qanday ishlaymiz? Uni ham tushuntiraman hozir. Misol mana bu joyda ham yaxshi ishlab bergan. Bir mana 2 mana 3 3 ta mana. Hammasi ishlab bergan. Mana bu yerda ham yaxshi ishlagan. Mana bu ham zo'r. Mana qarang. Impulsni switch kelyapti. Mana shundan oldik, keyingisi mana yorib o'tdi. Endi biz lowga yangilamaymiz. Impulsni mana turadi. Chunki mana bu keyingi energiyalar mana shu urovga yig'ilyapti hammasi, qarang. Agar siz bunga turib qo'ysangiz, yetgani yo'qda, BPU sizda yo'q. BPU1, BPU2 bo'lmaydi sizda. O'shaning uchun bu turaveradi. Qachon biz o'zgartiramiz? Misol uchun yorib o'tdi urovень, mana shu switch yorib o'tdi va keyingi switchlar mana shuni o'zida hosil bo'lsa, shuni olib o'tamiz endi. Ya'ni mana shu yaqin kelganda. Demak, yaqin kelmaganmi? Demak, turaveradi joyida. Xo'p, endi bizda mana trend naqa edi. Trend shortga qarab keladi. Endi trend o'zgaryapti. Lekin o'zgarishini biz maytdan oldindan bilmaymiz-da. Mana joyda biz bilmaymiz qanday o'zgarishini. Demak, biz faqat shortga qarab ideya qidiryapmiz. Polni shortga likvidностьlar qidiryapmiz, trend o'zgaryapti. Misol uchun, qanday holat bo'ladi? Mana misol short bo'ldi, keldi, narx misol uchun o'zgardi tepaga qarab. Biz nima qilishimiz kerak mana shu holatda yana? Mana likvidность bor, mana energiya bor, mana energiyalar bor. Bizda mayda energiya bor edi, lekin orqaga qarab ketdi. Xo'p, trend o'zgaryaptimi degan savol bor. Okey, kutamiz. Endi qarshi trend, endi longovoy trendga mana bu joyda likvidность hosil qilyapti. Agar likvidность hosil qilsa, xuddi energiya bo'lsa, biz mana shuni o'tkazib yuboramiz. Ming chiroyli bo'lmasin, ming haligi привлекательный bo'lmasin, mana kirgan, mana ishlagan deb turgan bo'lsa ham o'tkazib yuboramizda. Bu proboy bo'ladi. Endi ikkinchi likvidностьdan kutamiz endi.
ikkinchi likvidnost hosil qilyapsa, mana shundan biz kirishimiz mumkin va mana shu bizga signal beradi trend o'zgarganini. Hmm. Ko'ryapsizmi? Bizga mana shu Hmm. birinchi energiya hosil qilishi, trendga qarshi energiya hosil qilishi signal bo'lishi kerak, чтобы kontra trendga ishlayapmiz endi. Endi biz shortga emas, endi biz longga ideya qidiramiz degan bir ключевой joy bo'ladi mana shu. Ming chiroyli bo'lsa ishlamaymiz. Nimaga ishlamaymiz? O'ylab ko'ringchi. Yo'li aniq, em, bo'lish yoqda trend hali Aha. aniq o'zgarmadi hali. Shunga ishonch hosil qilish uchun. To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Mana misol uchun haydan bugun tortishim mumkinmi? Mana bunaqa ham bo'lishi Hmm. mumkin. Tushib ketishi mumkin pastga, to'g'rimi yana? Pastga tushib ketishi mumkin. Pastdan ham hosil qilib davom etishi ham mumkin. Mana shunaqangi holatlarni oldini olish uchun o'tkazib yuboramiz. Ming chiroyli bo'lsa ham okey, mayli. Biz foydaga shoshilganimiz yo'q. Tepaga ketadi bo'ldi. Xuddi shunaqa holat naоборот yana. Xuddi shunaqa holat naоборот. Hmm. Misol uchun Hop, bunga hop. qarab ketdi, orqaga misol uchun burildi narx. Endi shortga to'plandi. Buni ishlamaymiz deb o'tkazib yuboramiz proboyni. Endi mana bu joyda yangi, misol uchun, e, likvidность yig'ildi yoki energiya yig'ildi mana. Endi mana shu ikkinchisidan уже ishlaymiz endi pastga qarab. Hmm. Mana bu joyimiz, trendimiz langoy trend ketayotgandi. Endi smena trendi bo'ldi, endi kontra trend bo'ldi. Shu. Hozircha shu chiroylirog'ini topishingiz kerak. Chiroyli modellar topishingiz kerak. Mana misol uchun aytdi, yana chiroyli bo'lgan, qarang. Mana. Mana misol uchun Hmm. mana u yorib o'tgan. Ko'rasizmi? Bu juda ko'p harakat qilgan deylik. Okey, нормально. Lekin mana shu ham BPU 1 olamiz. Mana bu BSU bar sozдающий уровень birinchisi Hmm. BSU. Keyingisi bizda BPU 1. Mana bu bizni yorib o'tgan, chuqur yorib o'tdi BPU 1. Mana buni olsak bo'ladi endi. BPU 2 qilib. Da. Hmm. BPU 2 qilib. Endi yana bitta narsaga men aytib o'tardim, e'tibor bering deb. Mana bularni qarang-da, mana. Juda yaqin kelgan mana bular. Уровеньga yaqin kelgan. Bu ham bizga bitta signal. Agar BPU 2 mana bu bo'lmaganda, ya'ni hammasi shu tepada yurganda, bularni hisobga olamiz endi BPU 2 qilib. Birinchisini olishimiz mumkin-da. Hammasi bir xil. Bu ham bitta signal degani. Mana yorib o'tyapti, keyin Hmm. short dальше. Oddiy mantiq, qiyin emas. O'sha o'zingizga shablon qo'lasiz, ya'ni algoritm qo'lasiz, bo'ldi, ishlayverasiz. Shaqillatib ishlab. Hop, hop. Hmm. Bu yerda kelyapti energiya bilan mana yerda impulsni bar hosil qildi. Mana keyingilar qarang, hech qaysi tegmagan mana. Mana bu ham yaxshi holat. Hech qaysi tegmagan. Ko'ryapsizmi? Hmm. Bunaqa vaziyatda eng yaqinlarini olamiz. Mana ozgina yetmagan, 1 punkt, 2 punkt yetmaganini olamiz. Shu bu ham BPU 1 deymiz, bu BPU 2. Ну, chiroyli emasmi? Xunuk ko'rinyaptimi? Mayli, o'tkazib yuboramiz, ishlamaymiz. Bunaqa paytda ishlamasangiz ham bo'ladi. Misol uchun biroz xunukroq deylik, ishlash qiyinroq. O'tkazib yuborishingiz mumkin. No, mantiq nima deydi, ideya, baribir ideya qilib qo'yishimiz kerak. Mana shu menimcha probay bo'ladi degan narsa qilib qo'yishimiz kerak. Qancha savdo qilmasak ham. Ha. Mana aytayotgan narsa. Mana imенно mana shunaqa hosil bo'lsa, mana kelyapti-da, trend o'zgardi. Mana bizda likvidnost hosil qilyapti mana bu joyda. O'tkazib yuboramiz buni. Birinchisi ketdi, endi ikkinchisi mana kelyapti. Mana ikkinchisidan o'zi ishlaymiz endi. Mana shu energiya to'plagan joy. Smena trendi, kontra trend uchun. Mana bu impuls ishlaymiz. Impuls bo'ldi, все, olamiz, foydamizni chiqib ketamiz. Endi qachon yana hosil qiladi bozor, keyin kiriladi. Mana yana. Xo'p, savolingiz bormi? Yo'q, yo'q, savol yo'q. Tushunarli Tushundim, bo'ldi. tamom. Ha, tushunarli bo'ldi. Damashqa yozib olasizmi? Ha, yuz barobar muhtaram. Dollari bor, paralar. Ya'ni valyutada dollari bor. Ya'ni yevro dollar, USD Ha. GPI, funt GPI bo'lishi mumkin. Mana shularni 4 ta para tanlang. 4 ta para. Hmm. H1 da 10 ta, 4 ta paraga hammasiga 10 ta ideya qiling. H1 da
H4'da O'ntadanmi yo o'ntadan, hammasiga? o'ntadan, 40 ta bo'ladi. Ha, Misol ha, uchun H1 papka ochasizda, ichiga kirib, o'sha yana 4 ta papka ochasiz. Misol uchun yevro dollar bo'lishi mumkin, Audi dollar, USDGP, funt GP, funt dollar. Ochdingizda hmm, har biriga misol uchun 10 tadan skrinshot nima qildingiz, tashladingiz. Bu bitta papka ha, misol. Ikkinchisi H4 papka ochasizda, yana ichiga kirib 4 ta papka ochasiz. 4 ta valyutaga faqat H4lar to'playsiz. Google ha. Diskda ishlay olasizmi? Nima? Google Diskda. Yo'q, lekin nima qilmaganman. Hop, hop. Unda damashkangizni o'zi bir papkaga to'plavering. Hozir kompyuteringiz bormi? Xo'p, kompyuter endi olaman endi. Endi. Hop, hop. Unda nima qilamiz? Damashkani yozib qo'yaverasiz. Tak, nima qilsa bo'ladi unga damashka? Unda nima qilasiz? Damashkani kompyuter olganingizdan keyin qilasiz uni. Qarang. Ha, Bunga uchun nima qilasiz? Gruppaga yozasiz, Fox gruppaga. Mana shu imeni damashka bera olasizlarmi? Qilganmisizlar deb yozing. Kim qilgan bo'lsa tashlaydi sizga. Link berishadi Google Diskada. hmm, O'shalarni ko'rib chiqing bitta. Ularni ham. xo'p, Kompyuter qachon yozaman. olasiz? Kompyuter qachonga plan? Endi aytgandim akamga, endi bilmadim. Bir Ha, haftalarga bilsa kerak. ha, ko'ramiz qani. Ja Ha, shoshilish emas, aprelgacha olsiz bo'ladi bemalol. ha, Lekin ha. damashkalarni ungacha ko'rib turar ekan xolos. Demak, yozib qo'yasiz o'zingizga damashkani. Demak, hali kompyuter bo'lmasa qiyin damashka qilish. Ungacha shu gruppadagilarda misol uchun yozasiz. Akalar, menga shu likvidность bo'yicha shu damashkalarning kerak edi. Yoki mana Xo'p, yozing, keyin men sizga yozaman orqangizdan. Google disklari bor ular, hammalarini Google diskda qilishgan. O'sha damashqa tayyor. Sizga linkini tashlashadi o'sha gruppaga. Kirib ko'rib chiqasiz. Savolingiz bo'lsa, xo'p. o'sha Fox gruppaga yozing. Xo'p, yozaman. Hı? Keyin bitta savol. Ana shu kun 50 punktga ikkinchi pozitsiya ochiladiku, masalan, Goldga. Hop. Masalan, ko'pincha shunday edi. Shu kun 50 punktgacha ham tushdi. Ikkinchi pozitsiya berilmadi. Shunga nima qilimda? So'ramoqchi edim. Nima so'ramoqchisiz? Shu ikkinchi pozitsiyaga ochiladi 50 punktga. Men ko'pincha shunday ko'rgandim. Ikkinchi Hop. pozitsiya 50 punkt tushdiki, masalan, birinchi pozitsiyadan keyin. Hop. O'sha ikkinchi pozitsiya deb beraydi. Shu kun 50 punkt tushdi, lekin o'sha nima bermadi-da, Gold ikkinchi pozitsiyaga. Savolingiz nima? Xo'p. Menga hozir bo'layotgan voqeani aytyapsiz-da. Savol nima? Shu nimaga shunday bo'ldi demoqchi edim-da. O'zi Siz kompyuterdan o'ylayapsizki, har doim shu 50 punkt tushsa signal beradi deb o'ylayapsizmi? har doim shunday ko'rgandim. Shunday Yo'q. deb o'ylagandim-da. Bunaqa emasda bozor. Ya'ni holat bo'lsa beriladi, holat bo'lmasa berilmaydi. Kutib o'tirasiz baribir. Xo'p. Ya'ni orqaga qaytib ketishi ham mumkin, bugunga o'xshab. Ha, Oldindan ha. misol uchun buy limitlar qo'yib qo'yilmaydi. O'shaning uchun aytiladi, signal kelsa ishlaydi deymiz. Signal kelmasa bo'ldi, kutiladi. Misol uchun Xo'p. 8 oy, 9 oy kutadigan signallarimiz bor, tekini. Bu narbaylar misol uchun. Trading mana shuda. Nimaga oldindan o'zi harakat qilinadi bilmagan holatingizda. Ya'ni siz tushunmaydigan model batda, siz tushunmaydigan algoritm ishlayapsiz, shu demak ishonishingiz kerak. Ya'ni a, to'g'ri, odatda o'sha $5 farq qiladi, beriladi. Lekin har doim ham bu degani bo'ldi, bolalar $5 tushsa kiramiz degani emas. Ba'zida $9 $10 tushib ketishi mumkin, резкий движение qilib, shortga misol uchunda. Siz Hmm. ochib qo'ysiz $5 ga o'z boshimchalik qilib, endi ikkita lotingiz endi minusda endi. Ya'ni ularni plusda qoplash uchun siz endi o'zingiz algoritm qilib, o'sha hisob kitob qilishingiz kerak. Endi bu robotga emas endi u yog'i. Nimaga? Chunki o'zingiz xato qildingiz, o'zingiz lot qo'shdingizda, u yog'iga o'zingiz hisob kitob qilib ketasiz demoqchiman. Ya'ni u paytda Tushundim. yozishingiz bizga yoki adminga umuman smысл yo'q-da. Ya'ni o'zi xato qilgan. O'shaning uchun xato qilmaslik uchun nima qilish kerak? Kutish kerak. Signal bilan ishlash kerak. Bo'ldi. Misol uchun stabilniy foyda Xo'p, qilyapsizmi? Nima qilasiz? Ortiqcha yana qo'shim o'z boshimchalik qilib, misol uchun. xo'p. Mana stabilniy ishlaganimiz uchun foyda qilyapmiz-da biz. Stabilniy katta qilsa, yoki ko'proq aytganda, katta qilsa ishlaganimiz uchun foydadamiz. Hmm. O'z tanishlaringiz bordir, nima deydi, tengdoshlaringiz yoki umuman tanishlaringiz
Mana necha oy bo'ldi savdo qilayotganingizga shu signal bilan, хотя бы signal bilan man bilan endi gaplashyapsiz. Qancha pul qildingiz, foyda qildingiz, o'zingiz bilasiz. Ancha stabillashdi manimcha savdoyingizda, joy-joyiga keldi. Shunday bilasiz. Da qancha odam sliv qildi o'sha davrni ichida o'rtoqlaringiz o'sha sanab o'ting. O'zingiz ko'ring o'shalarni. Qancha inson tanishlaringiz yoki internetda bo'lishi mumkin, Telegramda qancha sliv qilib oldi o'z akkauntlarini. Hmm. O'shaning uchun shoshilmang. Million qilmaysiz albatta hali beri. Depozitga bog'liq. To'g'ri. O'shaning uchun stabil To'g'ri. ishlab, unga keladi. O'zizga algoritm yaratgan davrlar keladi hali. Sekin-asta. Пока что mana bugun ishladingiz, yaxshi, foyda qildingiz. Neplохо. Xo'p, xo'p. Mana bu joyda yana bitta bo'lgan mana. Qarang. Bizda birinchi mana impulsniy bar hosil bo'ldi, lekin ikkinchisini qarayapsizmi? Ikkinchisi yorib o'tganda yangilagan mana hayda. Bu ham aktual emas. Hmm. Mana birinchisi ham aktual emasda. Uchinchisi juda ham pastda, bu ham aktual emas. Biz to'rtinchisini qarang endi. To'rtinchisi ancha aktual. Mana shunaqa qilib ham nima deydi, refresh yoki обновить qilib ketaveramiz уровеньni. Mana bunda qoladi. Hmm. Bunda qolsa ham noto'g'ri bu ham. Tepada qolsa ham bu ham noto'g'ri. Kelmagan hech qaysi. Pastga tushirsak ham bu ham noto'g'ri. Ko'ryapsizmi? Hech qaysi to'g'ri kelmayapti. Demak, eng aktualni, eng mantiqqa xos bo'lgan holatda tanlaymizda. Xo'p, xo'p, xo'p. Shu. Demak, Davashkaga yozasiz, Vox gruppaga. Bugun yozib qo'yavering. Ertaga hamma ko'rib tashlaydi. To'rtta to'rtta Xo'p, xo'p. bola bor. O'sha o'sha likvidность bo'yicha damashkalarni ko'rsam bo'ladimi? Xo'p, xo'p. Yozib yuraman. Mhm. Bo'ldi, darsimiz shu. Savolingiz bo'lsa, bering. Tushunarli bo'ldi. Rahmat. Zo'r bo'ldi, rahmat. Yana o'tamiz. Faqat buni hazm qilib olganingizdan keyin keyingi mavzuga o'tamiz. Yana bor. Bu bo'ldi emas. Likvidность tugadi degani emas hozir. Okey? Xo'p, xo'p. Mhm. Okey. Bo'pti. Yaxshi. May, rahmat. Rahmat qaysi. To'xtab turing, Ozodbek. Anaqa, akangiz bilan gaplashuvdik. Hmm. Esdan chiqib qolibdi. Ha, Qanaqa? mingta Ko'rgazma. mingta saqlab shodga qolganini ko'ptayin o'ylaymiz deganda. Qolganini endi. Ha. Da, qilsa bo'ladi, lekin unga sizga Forex foyuga kerak, anaqa akkaunt kerak bo'ladi. O'shanga menimcha siz 18 ga kirmagansiz hali, to'g'rimi? Yo'q, akamga ochilgan bitta Forex Foryu'dan ham nima bo'shga ishlaganmiz o'sha akam nomiga. Bormi demak? Ha, bor. Bo'ldi bu. O'sha akkauntga tashlang, o'sha o'zingizga 1000 qoldirib, qolganini tashlaysizlar o'sha yerga. Hmm. USDT qilib tashlasalar yaxshiroq bo'ladi. Tez tushadi pul. O'zi USDT Nima yoki qilib? USDT Ana- kripto qilib. Hmm. Ha, O'sha ha. tashlang shu yerda. Keyin menga o'sha nima deydi, kabinetda parol logini kerak. O'zingiz kiradigan parol login kerak. Men ulab qo'yaman keyin o'zim kirib. Xo'p, xo'p. Tayyor bo'lganda ayting. Xo'p, xo'p. Mhm. Aytaman. Bo'pti, Ozodbek. Yaxshi dam oling. Mayli, sog' bo'ling.